Ayollarni ko'p hollarda mana baxtli bo'la olmasligi yoki o'zini yaxshi his qilmasligi bu eri bilan bog'liq bo'ladi. Doimiy 100% da o'zi eri bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni u nima degani? U misol uchun bir so'z bilan aytganda, bitta qilib aytganda qadrlanmaslik, eri tomonidan qadr olmaslik. Ya'ni bu qadrning ichida hamma narsa ketadi. Mehr, muhabbat, e'tibor, pul berish, doimiy tarzda ko'nglini ko'tarish, mana shular hammasi bu qadrlashga kiradi. Lekin u ayolni o'zini ichki holati qanday? U o'zini qanday ayolman deb biladi yoki o'sha erini qanday inson deb biladi. Bu katta ehtimol bilan uni ya'ni ichki dunyosiga va ichki ong ostidagi e'tiqodlariga bog'liq bo'ladi. Tashqaridagi vaziyat hech qachon o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi va o'z-o'zidan yo'q bo'lib qolmaydi. Misol uchun, o'sha eridan olgan paytida mana shunday munosabatni o'zini qanday his qiladi? Mana shu narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Diqqatli bo'lib turing. Hozir davom ettiramiz. Endi qarang, mana shu eri bilan kelishmayotgan ayol, doim siz qanday holatda yuribsiz? Ichingizda, ya'ni ongingizda qanday holatda yuribsiz? Ichingizda qanaqa mana xafagarchilik bormi? Norozilik bormi? O'zingizga nisbatan, eringizga nisbatan qanday o'y-xayollar bilan yuribsiz? Doim sizni miyangizda aylanib turadigan, diqqatingiz ketib turgan fikrlar nimalardan iborat? Mana shu holatlarni izohlarda yozib qoldiring. O'zingizning muammoingizni, oilaviy eringiz bilan nima bo'lyapti? Misol uchun, eringizni sizga berayotgan og'riqli sifatlari bo'lishi mumkin. Kamsitadi, xo'rlaydi, e'tibor bermaydi, xiyonat qiladi va hokazo. O'sha sifatlarni yozib o'ting. Va yana bitta narsani unutmang, o'sha sifat sizga qanday ta'sir qilyapti? O'sha sifat sizga qanaqa og'riqni beryapti ongingizga? Va o'sha paytda siz o'zingizni qanday ayolman deyapsiz? Ya'ni meni o'rnim yo'q, meni qadrim yo'q, men noloyiq insonman degan qanaqa hissiyotlarni tuyapsiz? Qanaqa o'y-xayollar o'tyapti? Diqqat bilan eshiting. Men nima dedim? E'tiborli bo'ling. Ya'ni eringizni qaysi sifatlari, qanday sifatlari sizga og'riq beryapti va o'shandan keyin sizga qanaqa ongingizda o'zingizga bo'lgan munosabat va eringizga munosabat shakllanyapti. Diqqatingiz, fokusingiz qayerga qarab ketyapti? Har doim qayerda? O'sha narsalarni yozing dedim. Kommentariyada, izohlarda yozib qoldirsangiz, har biringizga men shaxsan o'zim javob berib o'taman. Qadri baland qadrdonlarim, doim o'z ustingizga ishlang, doim ilm o'rganing. O'zingizni salbiy energiyangizni ijobiy energiyaga aylantirishingiz kerak. Bu sizni bilimlaringiz, bu sizni tafakkuringiz bilan bog'liq. Inshaalloh bularni barchasini men sizlarga o'zim o'rgatib boraman. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Ya'ni yo'llarda ketayotib, menda mana shuni fikr, g'oyalar, bilimlarim kelgan paytda ham videoroliklar olib, men insonlarga ulashni yaxshi ko'raman. Insonlarga bilim ulashni yaxshi ko'raman. Shuning uchun hozir men yo'lga ketayotgan paytimda menga kelgan o'zimdagi ulashmoqchi bo'lgan fikrlarimni sizlar bilan o'rtoqlashyapman. Qayerda bo'lsa men doim efirlarimda ham aytaman, qayerda menda imkoniyat bo'lsa, men o'sha imkoniyatdan foydalanaman. Ya'ni men mukammal vaqt, mukammal joy menga shart emas. Menda ozgina imkoniyat yaralsa va men o'shandan foydalanaman. Qadri baland qadrdonlarim, yana o'z fikringizni yozib qoldiring. Men yuqorida tushuntirib o'tgan bilimlarni yana qaytadan ko'rgan holatda izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sog' bo'linglar.